Saida Zununova 1926-yil 15-fevralda Andijon viloyatida tavallud topgan. Yozuvchi Said Ahmadning rafiqasi. Andijon o'qituvchilar instituti, O'rta Osiyo universitetining filologiya fakultetini tugallagan. Gulxan jurnalida, O'zbekiston madaniyat gazetasida adabiy xodim, Badiiy adabiyot nashriyatida esa muharrir hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi bo'lib ishlagan. Saida Zununovaning ilk she'ri 1945-yilda Andijon viloyatida Paxta fronti gazetasida bosilgan. Qizingiz yozdi nomli ilk she'rlik to'plami esa talabalik yillarini, ya'ni 1948-yillarda nashr etilib, she'riyat muxlislarining e'tiborini qozondi. Shundan keyin uning yangi she'rlar, Gullar vodiysi, Qizlarjon, she'rlar, Bir yil o'ylar, Nilufar she'riy to'plamlari e'lon qilindi. Shoira go'zal lirik she'rlari bilan bir vaqtda Sodiq va Anvar, Xayrixon, Surat bilan suhbat, Qo'shnilarim singari dostonlar ham yaratadi. Shoira bu she'riy asarlarda inson ruhiy hayotining nozik qirralari, tebranishlari, tuyg'u va kechinmalarini, murakkab harakati, dardu alamlari va orzu armonlarining kamalak ranglarini mahorat bilan ifodalay oluvchi shoira sifatida shakllanganini namoyish etadi. Bu hol uning ayniqsa Surat bilan suhbat dostonida yorqin ko'rinadi. Saida Zununova O'zbekiston xotin-qizlarining hayotini o'rganish, ular turmushdagi mashaqqat jihatlari va murakkabliklari, jamoatchilik e'tiborini jalb etish niyatida oila va muhabbat mavzusida bir qancha hikoya va qissalar yozdi. Uning Gulbahor, povest va hikoyalar, Gulxan, Do'stlik, Qanoat, Olov, Ko'chalar charog'on, Bo'ylaringni o'rgilay singari nasriy kitoblarida xotin-qizlarning hayoti haqqoniy badiiy ko'rinish topadi. Ayniqsa yangi direktor Olov odamlar orasida qissalarida esa 3 eskilik sarqitini fosh etish niqobi ostida sovet jamiyatining illatlarini keskin fosh etadi. Shoiraning Ona va ko'zlar nomli poeziyalari ham bor. 1977-yil 20-martda Toshkentda sevimli adibamiz shoira Saida Zununova vafot etadi.